Assalomu alaykum do'stlar. Metamaster o'zimizda bugungi ish kunimizni boshlab oldik. Bir nechta mashinalarga metan propan stanovka qilib bermoqdamiz. Trekker mashinamiz Instagram orqali reklama orqali kelgan akamiz propan stanovka qilib bermoqdamiz bu akamizga 47 talik belaruskiy balon, belaruskiy bloger motorlarni ideal qilib joylab bermoqdamiz orqaga, zapaskani joylariga. Oldiga ketadigan jihozlar bilan qisqacha sizlar tanishtirib o'taman. Bu mashinamizga qo'yiladigan jihozlar Avansi 32 Yevropa gaz, Polsha original miya, Nordic italyanskiy reduktor, 200-250 ot kuchini bemalol ko'tariladi. Injektorimiz Dakota, Royal italyanskiy Dakota. Eng kuchli farsumkalarimizdan biri. Old qismlariga Fagmin italyanskiy shlanglarni, одноразовый hid chiqarmaydigan shlanglar bilan stanovka qilmoqdamiz ideal darajada. Va keyingi mashinamiz 10X mashinasi. 10X mashinamizga ham Basiko 24 Polsha original miya. Injektorimiz Royal italyanskiy, reduktorimiz Nordic italyanskiy original Fagmin shlanglari bilan stanovka qilib bermoqdamiz. Orqa qismiga esa 48 talik tabletka zapaskani joyiga belaruskiy bloger motorlari bilan termo trubkalari bilan hid chiqmaydigan shlanglari bilan stanovka bo'lmoqda. Va keyingi mashinamiz Cherry 7 Pro. Bu mashinamizga propan 61 talik zapaskani joyiga stanovka qilib bermoqdamiz. Bunga qo'yiladigan jihozlarimiz Avansi 32 Yevropa gaz, original miyamiz, injektorimiz Royal italyanskiy va Nordic italyanskiy reduktorimiz. Fagmin hid chiqmaydigan shlangalari bilan stanovka qilmoqdamiz. Orqa qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam sizlarga 61 talik tabletka zapaskani joyiga ideal va shumkalarni juda ideal darajada tortib stanovka qilib bermoqdamiz. Kimga agar mana shu mashinalarimizni stanovka xizmatlari ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin.